Ronaldoning onasi restoranda xo'rlangan. Bir kuni Cristianoning onasi qimmat restoranlardan birida tinchgina ovqatlanmoqchi bo'ldi. U kirib stolga o'tirdi va ofitsiantni kutdi, lekin uzoq vaqt hech kim yaqinlashmadi. 10 daqiqadan so'ng ofitsiant kelib dedi: "Siz joyni adashtirgandirsiz. Sizga joy yo'q. Bu joy hamma uchun emas." Menga nima bo'ldi? Shunda restoran menejeri qo'pol javob berdi: "Siz bizning doimiy mijozlarimizga o'xshamaysiz. Bizniki jiddiy darajadagi restoran. Sizga bu yerda joy yo'q." Ronaldoning onasi yig'lab yubordi. U indamay chiqib ketdi, juda xafa holda. Ertasi kuni o'sha restoranga Cristiano Ronaldo o'zi shaxsan keldi. Menejer darhol unga tabassum qilib, VIP mijoz uchun istalgan stolni taklif qila boshladi. Lekin Ronaldo uning ko'ziga tikilib dedi: "Kecha siz bir ayolni xo'rlab haydab yubordingiz. Bu mening onam edi. Bugun esa men bu restoranni sotib oldim. Senga odob axloq darsi berish uchun. Senga o'xshaganlar odamlar bilan ishlamasligi kerak. Sen ishdan bo'shatildingiz. Endi bu yerda sizga joy yo'q." Agar Ronaldo to'g'ri qilgan bo'lsa, like qo'ying va obuna bo'ling.